Məsələ həll qilish, xiristlarni tushunish va bartaraf qilish. Ochqishliq nuqtalar. Məsələlər jismoniy alomatlar, salbiy fikrlar va nobab qilmishlardan iborat 3 xil shaklda ifodalanadi. Məsələlərning qandaq ifodalanadiganligini va avj oladiganligini tunib yetish masalani unumli hal qilish uchun intayin zarur. 3 putliq ustal orqali alomatlarni farqlantirsangiz, masalalaringizni unumli hal qila olasiz. Turmush o'ngishli bo'lganda biz masalalarga ijobiy nazarda qaraymiz va kundalik turmushimizda to'g'ri qaror chiqara olamiz. Ammo turmushimizda masalalar ko'payib, salbiylik bilan o'z-o'zimizni tushab qo'yadigan fikrlar bilan yoki nobab odat va qilmishlar bilan kurash qilganimizda hayot tizginidan chiqqandek tuyuladi. Men klinika psixologi bo'lish suhbatim bilan 3 putliq ustaldan foydalanib, bemorlarimning masalani oydinlashtirib olishiga, qo'llashga erishishiga va saqayishiga yordam qilaman. Turmushda gohida bizning cho'qim to'xtab, badanimiz va kallamizda nima ishlar yuz berayotganligi haqida o'ylanishimiz va ularni tushunishga tirishishimiz intayin muhim. Mening 3 putliq ustulim dal shunday qilishning chorasi bilan ta'minlaydi. U minglagan kishilarning o'zidagi masalalarni tushunishiga yordam berdi. U sizga yordam bera oladi. Tövanda bu ustalning ishlash mexanizmi bilan tanishib chiqamiz. Masalaning qanday ifodalanadiganligini tushunish. Biz hayotda yo'liqqan har qanday masala, jismoniy alomatlar, salbiy fikrlar, bilish va nobab, passiv qilmishlardan iborat 3 xil shaklda o'zini namoyon qiladi. Biz o'zimizdagi jismoniy alomatlarni, shundaqla nobab qarash va qilmishlarni aniqlash orqali masalalarning hayotimizda qanday ifodalanadiganligini va qanday avj oladiganligini tekshira olamiz. Biz bu xil tushuncha va tonish bilan qurollangandan keyin yuz berayotgan ishlarni hal qilish uchun zarur bo'lgan qo'llashga erisha olamiz va aktiv o'zgarishlarni boshlay olamiz. Jismoniy alomatlarga texim yaqindan nazar selish. Gapni 3 putliq ustalning birinchi puti bo'lgan jismoniy alomatdan boshlaylik. Nurg'un jismoniy alomatlarning paydo bo'lishiga bizning hissiyotimiz sabab bo'ldi. Masalan, kishi tashvishlanganda doim bosh og'rish, oshqozon uchay beoromligi, muskullarning jiddiylashishi, og'riqlik va yurakning tez so'qib ketishi qatorliq bir qator azobliq jismoniy alomatlarmi tang ko'rildi. Uyqusizlikmi kishini andishiga soladigan yana bir xil jismoniy alomat bo'lib, u doim kayfiyat bilan munosabatlikdir. Ustalning ikkinchi putiga kelsak, bizning masalalarimiz yana salbiy, nosog'lom fikr yoki tonish sifatida ifodalanadi. Biz o'tmishdagi azoblarni va bizning dunyoni tushunishimizga va o'zimizning qadr-qimmatimizga bo'lgan tonishimizga ta'sir ko'rsatadigan cho'nqur yildiz tortgan salbiy tushunchalarni ichkilashtirib olamiz. O'zimizni qadrlash tuyg'umiz tuvan bo'lsa, bizda hamisha o'zimizni kamsitish, ümidsizlik yoki arzimaslik tuyg'usi, shundaqla o'z qobiliyatimiz, munosabatimiz, dunyo va fursatlar to'g'risida salbiy fikrlar paydo bo'ladi. Uningdan keyingisi ustalning 3-puti bo'lgan nobab qaror, andiza va qilmishlardir. Odatda biz bek ko'p yoki bek oz yeyish, bek ko'p yoki bek oz uxlash, jismoniy alomatlarni pasaytish yoki passiv xayollardan qutulish uchun aroq va zaharlik chekimlikka tayinish, g'azablanish, o'z-o'zini nobud qilish, so'ralmalik qilish, o'ziga aziyat berish, xo'rlash, pul puchakni buzib chechish, qimor o'ynash yoki to'xtamay bir narsa setib olish, o'zimiz yoqtirmaydigan xizmatni davomlashtiraverish qatorliq nurg'un nosog'lom, nobab qilmishlar va odatlar orqali diqqatimizni buraymiz yoki o'zimizni tinchlantiramiz. Bu ustaldan foydalaning. Qandaqli qiyinchilikqa yo'liqsangiz, ularni bu 3 putliq ustalning ustiga qo'ying. Bu ustalning xizmatdagi qiyinchilik, o'zini tuvan ko'rish, balalar yoki yashangan ota-onalarning holidan xabar olg'uchi bo'lish, munosabat mushkulligi, kishilik munosabatdagi ziddiyat, g'azab, kasalni davolash, yemak-ichmak, aroq, mol setib olish va qimor qatorliqlarga xumor bo'lib qilish, osti xarakterlik og'riq, pul masalasi, tushkunlik qatorliqlarni jumladan har qanday masalani hal qilishga ishlatishga bo'ladi. Biz kundalik jismoniy alomatlar, salbiy tafakkur va nosog'lom andizalarning iskanjasiga tushib qolsak, nima qilarimizni bilmay, tang'irqab qolishimiz mumkin.
qiyinchilikqa duch kelganda aktiv o'zgarish hosil qilishning birinchi qadami tunishdir. Biz bu uch putliq ustaldan foydalanib, o'zimizdagi masalalar, jismoniy alomatlar, salbiy fikrlar va nobop qilmishlar orasidagi bog'lanish haqida tushuncha va tunishga erisha olamiz. Bu uch turdagi alomatlarni aniqlab olsak, masalalarni unumli hal qilishga boshlaymiz. Mutaxassislardan yordam so'rash. Ko'pinchimiz jismoniy kasallik alomatlarini davolash uchun doktorga ko'rinishga odatlangan bo'lsaqmi, ammo salbiy tafakkur va nobop qilmishlarga qarata nimalarni qilish kerakligi haqida hech qancha ma'lumotga ega emasmiz. Bu jihatda psixikalik davolashni qabul qilish va ruhiy sog'lomlik mutaxassisi bilan hamkorlashish, ham aslik kelish, ham texnik kuchayish uchun intayin foydalidir. Masalan, bilish qilmish orqali davolash chorni oson qilgan davolash usuli bo'lib, u bizning burmulangan tunishimizga va tafakkurimizga xiris qilish va ularni qaytadan shakllantirish orqali nobop tafakkur masalasini hal qiladi. U yana nobop qilmish, qaror va odatlarni asta-asta texmi sog'lom, texmi muvofiq qilmishga o'zgartish orqali aktiv o'zgarishga turtki bo'ladi. Masalalarning qanday paydo bo'lganligi va eg'irlashadiganligini texmi cho'nqur tushunsak va tunib yetsak, hayotdagi xiristlarga texmi yaxshi taqobil tura olamiz. Biz o'zimizning jismoniy va ruhiy sog'lomligimizga diqqat qilib, o'zgarish zarur bo'lgan ahvollarda ijobiy o'zgarishlarni vujudga chiqarishimiz kerak. Ijobiy o'zgarishning shundaqla jismoniy alomatlarni va kishini beorom qiladigan tafakkur va qilmish masalalarini hal qilishning birinchi qadami tunishdir. Biz bu xil tunish orqali masalalarimizga dodil taqobil turish orqali aktiv o'zgarish hosil qilishga boshlaymiz. Masalalaringizni ustalga qo'ying. Tövəndəki səbəblər tüpəyli avarçılıq yoki besim his qılğınızda tunuşunuzu küçəytişə tirişsəniz boludu. Kişini bearam qıldıgan jismoniy, fiziologiyalik alomatlaringizning, salbiy fikrlaringizning, nobop qilmish, tanlash va andizalaringizning tizimligini turg'izing. Hayotingizdagi ijobiy o'zgarish hosil qilishni orzu qilgan taraflarni o'ylang. O'zingizni jismoniy alomatlarni, salbiy fikrlarni va nobop qilmishlarni hal qilish uchun zarur yordamni qo'lga keltirishga bel bog'lang. Nuqsonliq tafakkur va qilmishlarni, shundaqla jismoniy alomatlarni tugutish uchun zarur bo'lgan manbalarni qo'lga keltiring.